Men shu go'shtni 13 kunga yetadigan qilib bo'laklanishni ham o'rgatib qo'yaman. Qovurma lamon, xonim, teftel jarkob, chuchvara, dolma, gulyash, bampar, to'y oshi, sho'rva, choyxona palov, moshxo'rda, mastava, tushonka. Birinchi bo'lib ishni sonni bo'laklarga bo'lishdan boshlaymiz. Sho'rva va dimlamalar uchun suyaklarda go'sht qoldirib, chala shilib olamiz. 3,5 kilolik sonni taqsimlaganimizda 1 kilogramm yog'li joyi qiyma uchun va suyaklardan tashqari 1,5 kilogramm toza lahm go'shtimiz qoladi. Matalashkani oshga bo'lib olamiz. 500 gramm matalashkamizni osh uchun ajratdik. Chala shilingan suyaklarimiz 600 gramm chiqdi. Buni sho'rva yoki dimlama uchun olib qo'yamiz. Sonni yog'li qismlardan qiyma qildik. 200 grammdan 5 ga bo'ldik. 400 gramm go'shtni mayda to'g'rab, moshxo'rda va mastava uchun olib qo'yamiz. 200 gramm go'shtni yaproq to'g'rab, gulyash uchun olib qo'yamiz. $250 gramm go'shtni choyxona palov uchun ajratdik. 250 gramm go'shtni qovurma lomon yoki bampar uchun ajratdik. 300 gramm go'shtni tushonka uchun ajratdik.